Assalomu alaykum hammaga. YouTube bosgan ham futbol haliyam o'yinimiz tamom bo'lgan. Instagram futbol hamma yomon deb yotibdi. Murabbiy to'g'ri kelmadi deyapti. Kapazli joyda qolish kerak edi deyishyapti. Xullas bir narsani bilinglar o'rtoqlar. Bu yutqazish, bu o'yinlar hammasi peshonamizda bor ekan. Omadimiz kelmadi. Lekin men ko'rgan o'yinlarda bolalar harakat ham qilishdi, harakat ham qilmashdi. O'yin ham bo'lmadi unaqa. Xullas ranjitadigan bir o'yinlar ham ko'rsatishdi. Sentralniy hujumchilar ko'rganim meni juda ko'p nuqul raqib oyog'iga kopta oshirib beryapti. Futbolist bunaqa bo'lishi kerak emas. Toshni uzatish kerak. Nimaga u kopta o'yinchisi raqib oyog'iga uzatib qo'yyapti koptani? Nima kelishilgan o'yin? Bizlar bilan kelishmadilar-ku. Bizlar g'alaba kutgan edik. Xullas o'yin juda menga ma'qul bo'lmadi. Harakat bo'ldi bolalarda, lekin harakat bo'ldi. Siz shuncha insonlar balet qiluvdi. O'rta Osiyo, даже Rossiya, Afg'onistondagi bolalar mana siyozlarga chiqib balet qilishyapti O'zbekistonga. Natija bo'lmaganiga qiyin. 3 ta o'yinni ham yutqazadim. Hatto birov ham o'ynash kerak edi. Shunaqa gaplar. Bunaqa o'yinlarga tayyor emas ekanmiz. Yaponiyalik bitta inson motivatsiya berdi-yu, biz ham jahon chempionatiga chiqqanmiz. Chetdan olib kelgan edi u trenerlar. Hech natija bo'lmadi chetdan olib kelganda. O'zidan chiqmaguncha trenerlar dedi. Biz ham rosa yutqazganmiz. Mana endi hozir o'zidan trenerlar chiqqan. Hozir mana degan klub bilan ham o'ynashyapti. Esinglarda bo'lsa, qasr jahon chempionati yaponlar Germaniyani yutib ketgan edi. Germaniyani dog'da qoldirgan edi. Xullas Kapaziyani omad rosa kelyapti. Shu Kapaziyga qolish kerak edi deb o'yladim men oxirida. Omadi davomli bo'larmidi? Shunaqa gaplar. Telefonni olsang faqat shu futbol. Odam siqilib ketdi futbolni eshitib. Boshqa mavzuga o'tinglar endi, bo'ldi endi. Osiyo chempionatiga o'tinglar endi harakatda endi. 2030-yilda jahon chempionatining harakatini qilinglar hozirdan. Ha deb gapiravermanglar. Bo'ldi uje siqas chiqib ketdi futbol. Yutqazdi, hech omad kelmadi bizga. Bolalar harakat qildi. Endi 2030-yil mana shu o'ynagan bolalar xudo xolisa o'ziga bir kerakli fikrlarni chiqarib, kerakli o'yinlarni qilishadi endi xudo xolisa. Tayyorgarchilik ko'rish kerak. Bugundan kechamas bugundan ko'rish kerak. Endi bo'ldi, endi yutqazdi. Hadeb gapirish ham shart emas. Omon bo'linglar, tan joninglar sog' bo'lsin.